Hammaga. Xudo xolasa bugun sizlarga qanaqa qilib IELTSga registratsiya qilish ko'rsatib qo'yaman. Agar kimdir IDP ga registratsiya qilmoqchi bo'lsa, juda oson. Hech kimga yordam so'rash shart emas. Shuni ko'rsatib beraman, qarang. Birinchi qiladigan ishimiz, men hozir registratsiya qilganman o'zim. Sizga ko'rsatish uchun ko'rsataman. Birinchi Telegram kirib olamiz. Telegram aka kimda qanaqa bo'lsa, o'shanga kirib olsanglar bo'ladi. Keyingisi. Keyin mana bu yerda qidirish degan joychasi bor. Shu yerga bosasiz. Tak, bosamizda IDP IELTS men top qo'yganman. Agar sizda bo'lsa IDP deb yozsangiz o'zi chiqadi, registratsiya chiqasiz. Xohlagan joyingizdan mana bunaqa joy chiqishi kerak. Exams o'z degan joy chiqishi kerak. Mana shu yerdan registratsiya qilsa bo'ladi degan. Hozir biz shuni ustiga bosamiz endi. Open. Hop, ana bu yerda keyingi joy paydo bo'ladi. Bu yerda nima qilamiz? Qaranglar. Birinchi joyda mana bu yerda aytib qo'ygan select test type. Testni turini tanla degan narsa bor ekan. Shu yerda mana bu narsa bor. Ana shuni ustiga bosasizlar. Bosganingizdan keyin 4 ta mana bunaqa hozir 1 daqiqa. 4 ta shablon ochiladi. 4 ta shablon to'ldirib chiqish kerak. Misol uchun test type deyapti. Testni qanaqa? Akademikmi, general topshiryapsizmi? yoki turli xil siz akademik topshiradi menimcha ko'pchilik. Keyingisi kompyuterda bo'ladi. Paper base yo'q. Keyin country tanla deydi. O'zbekiston tanlaysiz va topshirmoqchi bo'lgan shaharingizni tanlaysiz. Misol uchun Samarqand tanlaymiz. Keyingisi test date degan joyi bor. Ana bu qaranglar, shu yerga ham e'tibor beringlar. Ana bularni yo'q degani, bu kunlarda test topshirib bo'lmaydi. Qolgan ochiq kunlarda test topshirsa bo'ladi degan. Biz ochiq xohlagan kunni tanlaymiz. Misol uchun aytaylik 11 tanladik. Search degan joy bor. Pastda qidirish degan tugmasini bosasiz. Keyingi joy ochiladi. Endi bu yerda men sizga ko'rsatyapti. Ikki xil variant beryapti sizga. Aytayaptiki 11-fevralda 9:30, ya'ni ertalabga bitta session bor deyapti. Kechqurun 2:30da, ya'ni obeddan keyin afternoonda bitta bor deyapti. Xohlagan bittasini tanlaysiz o'zingizga mos qilib. Biz aytaylik ertalabni tanladik. Endi sizga ko'rsatib beryapti. Nima deyapti? Asosiy ekzameningiz 9:30da bo'ladi. Bu yerda speakingingiz bor ekan. Wednesday kuni, xuddi shu kuni 2:40 da, ya'ni PM da boshlanadi degan. Ya'ni bir kunni o'zida bo'lib ketib qoladi. Agar British topshirsangiz 2 kunda bo'ladi. IDP da 1 kun bo'ladi. Bilishim bo'yicha. Biz endi bu yoqni hech nima o'zgartirib o'tmaymiz. Change degan joyi bor. Kirib vaqtini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Kimga qanday, masalan, 3 qilsangiz ham bo'ladi. Buni lekin o'zgartira olmaysiz ko'p hollarda. Sorry, chiqib qoldi. Qaytamiz orqaga. Mana. Xo'p, keyingisi qiladigan ishimiz next step, keyingi bosqichga o'tamiz. Hop, qarang. Keyingi bosqichga o'tganda bo'ldi, o'zi to'lov joyiga kelyapmiz. Listening, reading ko'rib chiqyapti, kunlarni qarab olasiz, to'g'rimi? Hamma joyni tekshirib olganingizdan keyin ana bu yerda terms and conditions degan joyi bor. Ya'ni shu yerda tanlashga bitta o'qib chiqasiz. By proceeding I confirm that I have read and agreed. Men o'qish orqali hamma narsa to'g'riligiga ishondim degan narsa bor ekan. Buni o'qimasangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda tekshirib chiqsangiz bo'ladi. Keyin davom etamiz. Paymentga o'tamiz, to'lovga. Hop. How would you like to pay? Qanaqa to'lash xohlaysiz? Payment optionsni ustiga bosyapti. Sizda ikki xil payment option bo'ladi. Bittasi cash bo'ladi, bittasi online payment bo'ladi. Cash to'lamoqchi bo'lsangiz, ularni ofisga borishingiz kerak. Online payment o'zimdan, xazinadan to'lavorsangiz bo'ladi. Online paymentga o'tamiz. Hozir online payment o'tishimdan oldin mana bu yerda reserve now degan joy bor. Hozir topshir degan joyi bor. Ana shuni bosishim kerak. Hozir men buni bossam, keyin online to'lovga o'tib ketib qoladi. Hop, bosib ko'rsatib beraman. Hozir men reserve qildim o'zim uchun. Endi nima qilamiz, qaranglar. Tak. Mana bu yerda o'zing haqida narsalarni to'ldirib chiq degan. Shuni to'ldirib chiqasizlar. Qayerdansan, nima sababdan topshiryapsan degan narsalar bor. Undan keyin oxirgi narsa o'zi testga to'lov qilish bo'ladi. To'lov qilishni shuni o'zidan qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Juda oson narsa, o'zi 4 minut, 5 minutlik narsa vaqt ketadi. Oxirini men qilib ko'rsatmadim, yana men registratsiya bo'lib qolmasin debman. Oldin registratsiya qilganim uchun. No shunaqa. Xudo xolasa, bu yog'ini agar yana tushunmay qolsanglar, kommentariy yozsanglar bo'ladi.